hammaga doim pul kerak. 2026-yil qizil olov ot yili. Bu qanaqa yil deb o'ylaysiz? Meni ham yilim. Ot yilida men tug'ilganman. Bu kelayotgan 26-yil mening yilim. Bu uchun juda ham ko'p o'z ustimizga ishlab, ko'p pullar topishni o'ylaydigan yil ekan. Bu yilda imенно finans ishlarini, ambitsiyalarni ko'tarish degan joyi bo'ladi. Bu yil o'sish, yangi ambitsiyalar qilish yili deb hisoblanadi. Lekin to'g'rilikdan, tozalikdan, halollikdan chetga chiqmaslik uchun 2026-yil qanday ko'proq pul topib, kamroq kuch sarflashimiz mumkin? Yangi yilda qanday yengillik bilan daromad olishimiz mumkin? Yangi yilda o'z ishingizni, o'zingizni, karyerangizni qanday ko'ryapsiz? Erkaklarning pulidan zavisim bo'lmasdan, o'zimizni pulga ega bo'lishlik, o'zimizni svobodniy finansoviy xarajatlarimizni to'la oladigan darajada bo'lish mumkin. Кашляйтесь. qarab bo'lmay mustaqil bo'lishingiz mumkin. Lekin bu uchun siz o'zingizga ruxsat berishingiz kerak. Pul nima uchun sizga? Pul sizga nima uchun kerak? Chotki xohishlaringizni bilishingiz kerak. Nimani xohlaysiz? Nimaga pul kerakligini o'zingizga aniqlab olishingiz kerak. Va u uchun siz o'zingizga bo'lgan ishonchingizni, o'zingizga bo'lgan bahoingizni aniq bilishingiz kerak. Bu haqida oldingi videolarda ko'rishingiz mumkin. Endi esa bugun moliya mavzusi haqida gapiramiz. Moliya mavzusi haqida gapirayotgan vaqtda inson nimani o'ylaydi? Qanday katta pulga chiqishim kerak? Qanday yana boshqa urovingga o'tishim kerak? Ozgina bu yerda aytib o'taman. Yana o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Qayerda sizlar javobgarlikni o'zingizga olmayapsizlar? Qayerda sizda katta pulga chiqish uchun sizga kerakli maqsad va javobgarlik kerak? Kichkina qadamlardan boshlashimiz kerak. Birdan 500, 400, 200 dollar topayotgan inson birdan 2 million dollar topaman degan bo'lmaydi. Bu javobgarlik olishingizga bu ma'lum, aniq, konkretni gap. U uchun siz albatta ko'tarmaydi. 2 million, 3 millionni, 200 ni faqat ko'rgan 200-300 mingni ko'rmaydi. Bu uchun kichkina qadamlardan boshlashimiz kerak. 3 ga ko'paytiramiz. Ana shu 200 topayotgan bo'lsangiz 600 ga ko'paytirishimiz mumkin. Keyin 600 topayotgan vaqtdagina keyin yana 3 ga ko'paytirishni o'ylashimiz kerak. Bu uchun mana shunday kichkina qadamlarda va o'zimizga javobgarlik olib, qanaqa qilib bu qadamlarga, bu javobgarliklarga kelish mumkin? Bu haqida yana ko'proq darsliklarda gapirib o'taman. Lekin bu yerga qisqacha qilib aytganda, eng birinchisi здоровый самооценка, o'zimizga bo'lgan baho va nimani qila olishligimiz bizga zarur. Mana shuning ustiga o'zingizga baho berasiz. Qanday o'zimizni narximiz, o'zimizni bahoyimiz va javobgarlikni qayerdan olaman? Men shuni qila olamanmi degan joyingizda eng asosiysi katta pullarga chiqish bu albatta javobgarlik. Inson o'ziga olgan javobgarligidan boshqa urinlarga kiradi. Javobgarlik deganda bu risk qilish ham, boshqa uringa o'tishga, katta pul topishga o'zingizga ruxsat berishingiz kerak. Ruxsat berib qila olaman deyish kerak. Bu darsliklarimizda bordek, men qila olamandan boshlashimiz kerak. Menga mumkin katta pullar degan joydan keladi bu gaplar. O'zingizni pulga muhtojman, ko'p pul topishim kerak degan joyingizda ba'zi insonlar aytadi, "Va, shuncha ham pulga o'chmi yo'q, bu bunaqa emas." Normal. Ko'p pul topish, o'ziga komfort yaratish, o'ziga kerakli narsalarni, o'ziga rohatlarni, uydagi jihozlarni, kiyadigan narsalarni
o'ziga ruxsat berish bu to'g'ri, bu normal holat. Bizning treningimizda level 1da qatnashgan qizcha shuni bildimki, o'zlariga pullari bor, lekin hamma narsaga, ro'zg'orga, oilaga, nimaga xarajat qilishga ruxsat berilgan, faqat o'ziga xarajat qilish ruxsat berilmagan. O'zimga ko'ylak olsam pulimiz tugab qoladi. Uyda undan ko'ra ovqat olsak yaxshi, unda bolalarimga narsa olsam yaxshi degan ongi edi. Menga mumkin emas. Biz mana shu treningda topganimizda, o'zlari bilan ishlaganimizda, u yerda albatta individual ishlov bo'ladi, konsultatsiya bo'ladi. Qizlar bilan отдельно har bitta situatsiyalari bilan ishlaydi. Bu yerda aytayotganim boshqa. Bu treningda qizlar kirib, to'lab kirib, o'z ustilariga ishlagani umuman boshqa narsa bo'lib qoldi. O'sha yerda o'sha qizchamiz o'zlarini topib oldilarki, men ham o'zimga ruxsat berishim mumkin. Menga ham mumkin katta pul topishmi, ko'ylak olishmi, narsa olish menga ham mumkin ekan degan joyda o'zlariga zirak, kichkina bo'lsa ham zirak taqib olishga ruxsat berdilar. Siz nima deb o'ylaysiz? Rostdan ham boshqa urovingga o'tib, rostdan ham mana shu ongda zapis bo'ladi-ki, mumkin menga sarf qilish menga ham mumkin ekan. Kichkina zirakdan boshladik. Keyin undan ham katta narsalarga o'zlarimizga ruxsat beradigan, treninglarni sotib oladigan bo'lib, kuch topib o'zlari bilan ishlashlari bu menga juda ham yoqdi. Insonlarga faqat o'zimizga ruxsat berishimiz kerak. Mana shu yerda biz qo'rquvimiz, bizni javobgarlik olishimiz, ruxsat bermasligimiz bizni orqaga tortadi. Mana shu o'zining ustida ishlash, bepul olingan darsliklardan qizlar mana shuncha o'syapti. Level 1da treningda o'ziga ishlagan qizning, o'z ustiga ishlagan qiz haqida gapirib berdim. Qay darajada u insonda ham o'zgarish bo'lgan. Bu bilan men nima demoqchiman? Yana ko'rib turibmanki, bu hammamizga kerakligini va bunda hayotda qizlarga bu ishlashi, bu to'g'ri o'z ustimizga ishlab yana ko'proq foyda tegishi uchun yangi trening level 2 ochilishi bo'ladi. Unga nimalar kiradi? Unga o'zimizning samatsenka, o'zimizni sevish, o'z ustimizda ishlash, o'zimizga bo'lgan ishonchimizni kuchli, u ishonchni disiplinaga kirgizishimiz ustiga gapirib o'tamiz. Bu bir. Ikkinchisi 3 hafta bo'ladi. Ikkinchisi finansiy dohodga kelish, finansiy полностью nimaga o'tish, svoboda deydi. U erkaklardan zavisimiy bo'lmasdan o'zimiz ustimizga ishlab, o'zimizning pulimizni topishga, ayollar ham pul topa olishi, qanday ularni sarf qilishi, xotirjam sarf qilishlari mumkinligi uchun bu treninglar juda ham zarur. Uchinchisi nima deb o'ylaysiz? Sog'lik, salomatlik haqida. Ana shu treningda, sog'lik haqidagi treningimizda 2 kun, 1 kun ichida ham yaxshi bo'lib ketishimiz mumkin. Nimaga? Faqat qayerdan kasallik informatsiyasi kelishini, psixomatikamiz, informatikamizni ishlatishimizni, ularni to'g'ri joyda ishlatib, ular ustiga o'zimizga ishlaganimizda qanday yo'llar bilan o'tishimiz mumkinligi haqida gapiramiz. Bu trening 3 hafta davomida bo'lishligi juda ham chuqur va ko'p darsliklarni ichiga kirgiztirganman. Bu nima haqida? Bu o'zimizning yanada ustimizga ishlab, mana shu qizlar, konsultatsiyaga kelgan qizlar, mana shu bolalarning nima kerakligini bilgan holatda ularning hayotida nima kerak, nimani ustida ishlashimizni gapirayotganimizning ustida gapiramiz. Mana shu yerda shular haqida detalni ochiq gaplar bo'lib o'tadi. Kimga qiziq bo'lsa agar levelning nimasini topaylik deb yozinglar, o'shandan keyin yana gapiramiz. Yana kimga отдельно boshqacha aktivda ko'rmoqchi bo'lsangiz, koshelok
so'zini yozib qoldiring. Albatta sizga aloqaga chiqamiz. Yana ko'proq bilishni xohlayotgan bo'lsangiz, Telegram kanal, Instagram kanalda, lichkamda yozishingiz mumkin. Ko'proq informatsion level haqida aytib o'taman. Kimga qiziq bo'lsa agar, koshelok so'zi yozilgan insonga отдельно boshqacha bonusda darsliklarni taqdim etaman.